17 yil 18 yil migren bilan kasallanish bo'lgan. Har 3 oyda ham, har 6 oyda issiq kunlar bolnitsalarga yotib lecheniyalar olardim. Umuman yorug'lik yoqtirmas edim, shovqinlarni. Hatto to'ylarga borsam ham o'sha yerlardan kelib ham sirasi orib qolardim. Narsani faqat o'zida his qilgan inson biladi qanaqa qiyinligini, migren kasalligini. Обезболивающий ukollar olardim, dorilar ichardim. Hech qanaqa обезболивающийlar ham ta'sir qilmas edi. Surunkali bo'lardi bu. 3 kundan bir haftagacha ham cho'zilib borib, mana shunaqa og'riq davom etib, keyin o'zi qolmaguncha shunaqa bo'lardi. Nevrologiyada yotib lecheniya olganman 14 yil 15 yil davomida o'zim qidirib topganman menda migren borligini. Migren operatsiyasi bo'lganimga 11 oy bo'ldi, alhamdulillah. Shu oralig'ida umuman migren kasalligi meni bezovta qilgani yo'q. Buning uchun Medas klinikasidagi barcha shifokorlarga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Ular Allohni bizdagi kasallik bilan kasallangan bemorlarga mukofoti deb bilaman. Alhamdulillah, Allohga behisob shukr. To'polon ko'pchilikni umuman yoqtirmay qolardim. Bu narsani boshqalarga tushuntirib berish juda qiyin bo'lardi menga, o'zim ichimda bo'layotgan narsalarni. Alhamdulillah, Allohga behisob shukrlar aytaman. Hozir umuman unaqa belgilari ham yo'q, hech qanaqa og'riqlari ham yo'q. Mendagi migren bilan og'rigan odamlarga tavsiya qilaman shu yerga kelib, operatsiya orqali o'zini sog'ligiga e'tibor berishlarini tavsiya qilib qolardim.